Aljan endi bugunga qanaqalari? Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum. Azamcha yo'qib ketdingiz a. Bugunga videoni qo'ydi bor, nakachilar olib kelganman. 10 kilo 15 kilo tug'adigan bo'g'oz so'liqlar. Hop. Qo'ylar bor, menga bash lubitillarni olaman. Eshituring, narxidagi barra qo'zi narxida bo'ladi. Barra qo'zi. To'y deb turgan so'z. Barra qo'ylar narxida. Voy, boshladikmi? Hammasi bo'g'oz. Boshladik. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Kanalimiz ashaddiy obunachilar. Azamjon menga o'ta yirik bo'g'oz so'liqlar ham chiqarasizmi degan akalarimizga o'ta maxsus video bo'ladi. Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'i o'sha arzonchi va mashhur qishlog'idamiz. Akalar xudo xolasa hafta kuniga bugun shanba 2025-yil 8-mart. Xotin-qizlar hammasini bayrami. Xudo xolasa akalar biz videolarimizni xudo xolasa o'tkazsa ham narxlarni yengil chiqarib, o'ta arzon narxlarda chiqarib bir pasda tugatayotgan Akmaljon ukamizni xonadonidamiz. Assalomu alaykum obunachilar. Assalomu alaykum. Azamjon aka. Nima gap Akmaljon, yaxshimisiz? Aka, obunachilaringizga bugun ikki parcha qo'yib chiqaraman. Manali qo'yda chiqadi, o'ta haqiqatan yirik sonlar chiqadi. Videoni oxirida kuzatishadi. Qo'ylar bash lubitillarni olib kelganman. Mana akalar, xudo xolasa like bosib kommentariyada otangga rahmat, haqiqatan mana qo'ylarni zo'rlarda olib kelyapsan ekan deb yozib ketish umuman esdan chiqmasin. Akalar, xudo xolasa o'sha suyalik udor variantlaridan so'ragan akalarimizga yetib keldik deydi-yu. Bo'g'oz variantlarida. Nechta Akmaljon birinchi partiyaga? 8 dona, bir qo'ra, bitta obunachimiz bor. Mana akalar 8 dona birinchi partiyamizga bo'g'oz yirik variantidan so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz. Haqiqatan o'ta yiriklaridan. Maza qilib boqamiz degan akalarimizga tavsiya qilamiz deydi-yu. 8 dona. Bitta Azamjon aka 8 tane bor, bitta odam yutaveradi. Nimaki qo'ylar bir-biridan zo'rda hammasi. Mana akalar haqiqatan bir-biridan suyakchan variantlar. Bo'ylari ham 80 dan oshishiga. 80 dan oshiq, 80 plyusga olish. 80 plyusga olishaverasizlar akalar, lekin haqiqatan o'ta yirik variantdan tavsiya qilamiz deydi-yu. Legendarniy so'liqlarni zo'rlarida akalar, haqiqatan oldi 85 ham chiqishi mumkin. 85 ham chiqadigani bor akalar. Akmaljon, bular nechinchi qoringa? Bular ikkinchi qoringa ektish. Yo'q. Ektish 4 tish. 4 tish 6 tish. Ha, 4 tish. Lekin akalar qo'ylarga bitta e'tibor bering. Hammasi yiltir simchuni variantidan deydi. O'sha arzonchi gigantlar. Haqiqatan o'ta gigantidan aka. Havasga baqamiz degan akalarimizga tavsiya qilamiz deydi-yu akalar. 8 dona bo'g'oz hammasi, to'g'rimi Akmaljon? Hali akalar o'zi bilinib qolganlari ham bor aka o'zi. Jonivor hammasi. Lekin hammasi suyakchan variant. Akmaljon, ming mahtan narxida qo'y. Reallik ham narxida deydi-yu. Lekin to'g'ri, mahtasi arziykan qo'y. Mayda pachchag'ida qo'yib qo'yilmas ekan. Yiltir simchuni variantdan deydi. Mana ularni qana akalar yaltirab yotibdi lekin. Akmaljon narxini aytdi. Aka, siz obunachilaringizni hamma bitta olsa Toshkentgacha ketadi. 31 dan 32 Yo, 3 milliondan o'tib berasiz, voy. 3 milliondan o'tib ham berasiz, Akmaljon, voy. Mana shu ikki ona solib 3,5 milliondan beradi. Eshitib turing, hammasini olishadi bir joyda. Optimiga, lekin qo'ylar ko'ryapsizlar akalar. Hammasi chorch o'ta yirik deydi so'liqlar. Voy. 3 milliondan o'tib ham berasiz. 3 million. Voy. Ustidan qo'ylar 3,5 million qo'ylar sizga 31 dan deyapti. Yo, to'g'ri, maqsad sotishmi Akmaljon? Bugun sotasizmi? Birinchi aytida deydi Azamjon aka. Shuning uchun tortishmaylik. Osmondan olib chiqib turib tashlabarish kerak yo'q. Boladan qilaylik. Tamam bo'pti. 3 milliondan ket. Yo, o'ta. Akmaljon, o'tasiz bugun. Maqsad sotishmi bugun? Maqsad sotish. 2 million 800 dan bir joyda baraka. Akmaljon. Bir joyda bo'lsin, tamom bo'lsin deydi. 2 million 800 ming so'mdan, lekin haqiqatan suyali variantdan deydi. Voy, maza qilib boqamiz degan akalarimizga. Keyin maqsad sotishmi? Maqsad sotish. 2 million 800 dan bo'ldi bir joyga. Yo, 2 million 800 dan emas, 3 million hosil. Yo, o'ting bo'pti hop. Dangal o'ting mana. 50. Endi 50 endi Akmaljon. 100 ming o'tib beray. 100 ming emas. Eshitib turing, bunday gap. 29 da. Bo'ldi, o'tada xonasi tugadi. Tugadimi? Bo'ldimi? Bo'ldi. Tugatoraylikmi? 29 da. Yo, tugatma, yana ikkinchi partiya ham bor. Keyin bunday gap, siz mardagar bolasida 2 million 850 ta. Zeytganimiz emas, biz zeytganimiz. Voy, endi eshitib turing, zeytganimiz. Siz obunachilaringiz. Biz obunachilar 2 million 850 ta baribir aka. Xabar bor aka. Oldini to'sing, lekin shoshiling tamom akalar. Mana qo'ylar uzoqdan ko'rsataman. 2 million 850 ming so'mdan qayergacha dastlabkasi? Toshkentgacha ketadi.
Toshkentgacha. O'ylanma. Umuman o'ylanmasinlar. Bugun telefon qilgan odamning ishi bitadi. Bitadi. Realni gap, ey. Ikkinchi partiyamga borib, puli yengil. Bunday gap eshitib turing. Hammasini o'z summagacha xayr qilib berasiz. Telefon qilasizlar. Hammasini asal xayr. Joningiz sog' bo'lsin. Realni gap akalar, shoshiling tamom, ey. Hammasi o'z summaga o'tib ham beraman dedi. Mana qo'ylar. Jonivorlar akalar, qo'ylar bitta baho bering. Realni gap shoshiling tamom. Yo'masan biz 2.850 dan xayrini ham qilib beraman. Telefon qilishsin tamom deyaptilar. Yo'masan biz akalar ikkinchi partiyamizni boshlaverdik. Mana akalar, yo'masan biz ikkinchi partiyamizni boshladik dedi. Ikkinchi partiyasiga ham xudo xolasa noyob bo'g'ozlardan, yaqin bo'g'ozlardan olamiz degan akalarimizga tavsiya qilamiz dedi. Akalar, qo'ylarga bitta e'tibor bering. Hammasi suyali, arzon joyidan degan akalarimizga nima deydi? Podeliska qilib like bosib tashab qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa nima deydi? Bitta obunachi qilsa tars ketadi. Tars sotiladi. Tars ketadi. Mana akalar, bugun Tez telefon qilsa bo'ldi, ish bitadi. shoshilib telefon qilinglar dedi. Bugun men narx qo'yaman. Incha odam miyasiga sig'maydi deyapti. Ey, videoni oxirigacha ko'rasizlar deganda shunday like bosib, kommentariyada fikrlaringizni bildirib turasizlar dedi-yu. Lekin legendarni sog'lig'idan olamiz degan akalarimizga. Nakachillar. Nakachinni deganlar mana. Nechta Akmaljon bayta? 9 dona. Bitta obunachi. Bitta obunachiga xudo xolasa, lekin hammasi suyakchan variantdan dedi-yu. Jonivorlar. Nechinchi qoringa Akmaljon bular? Ikkinchi, uchinchi qoringa tuqqan soliqlar. Xudo xolasa akalar, narxlari lekin o'ta ko'p ekan. Narxlarni qarang jonivorlar. 10 kun 15 kun tug'adigani ham bor ekan Akmaljon. Qonunni qarang akalar. 10 kun 15 kun tug'adi. Yeb ichishi qanaqa bo'ladi? Ko'rdingizmi? Bir haftaga bog'lar. Xotirjam bir hafta sinab ko'rib olishaveradi. Mana akalar, bir hafta xotirjam sinab ko'rib olar ekansizlar. Nima deydi? Yeb ichishi sog'ligini so'ragan akalarimizga deydi-yu bu. Lekin akalar, uni qarang jonivor. O'ta nakachinni degan sog'liqlarni arzon barra qo'zini narxida so'ragan akalarimizga tavsiya qilamiz deydi-yu. Menga baro qo'ydi. Zo'rini olaman deganim yo'q. Bemalol. Bemalol. Ishonavering akalar, lekin mana so'llar bitta e'tibor bering. Hammasi barra qo'zini narxida chiqadi. Hozir sekin narxlarni sizlar like bosib otangaraman deb tursalang bo'ldi. Biz hozir narxini sekin yorib berishga harakat qilamiz dedi-yu. Shirinjoy tashay. Har doimgidek shirinjoy narxida Zamjon aka. Narxida, keyin unday gap, qo'l tashlang. Bir joyda narxini gapiring. Bir joyda 27 dan ketadi. Joningiz sog' bo'lsin. Hozirlar qanchadan qo'ydik? 2.850 dan qo'ydingmi? 150 mingdan. 150 mingdan kamiga. 150 mingdan kamga. Yo'q, ko'proqda o'tasiz. Ishonavering, bir joyda bo'lsa, ko'proqda o'tasiz. Yo'q, yana ichida o'tasiz, Akmaljon. Ozginadan farqi bor, xolos qo'ylar. 2,5 dan sindirib beraymi akalar? Sizlar like bosib tursalar, sindirib berishga harakat qilaman. Dangal sekin nima deydi? Odam gap bilan sekin sinadi deydi, sekin gap bilan sekin sindiraveradi. Keyin 2.400 dan bir joyga. Ha, Sollar yaxshimdagina. 2.400 dan bir joyga optimiga. 9 talasi. Finalib qolaman, finalib. Qiynalmaysiz, Akmaljon, siz mard bolasi ekan. Yo'q, mard bo'laman, Zamjon aka naqanaqdan to'g'ri kelmaydi. Qanchadan? Gapiring tamom. Siz obunachilaringiz 27 dan dedimmi? Ha. Mo 26 yarim. Ya endi 50. 26 dan, Joningiz sog' bo'lsin. Akalar o'sha gap boshida aytgan gapim sekin sinadi. Dangal sinishga harakat qilamiz dedi, lekin sizlar Akmaljon, aka. sizniki ham emas, bizniki ham emas, 2,5 dan bir joyda. Yo'q, o'tib beraverasiz. Siz maqsad bugun sotishmi? Bugun qo'y sotamiz dedingizmi siz? Qo'y sotiladi aka. Dangal bo'ldi, 2.500.000 so'mdan bir joyda 9 talasi. Bu akalar, bu tagini qarang, narxi bo'g'ozlar lekin ko'p ekan. Keyin bunday gap, sotdik bo'ldi 2.500 dan. Barbar ekan. Toshkentgacha ketadi. Joningiz sog' bo'lsin. Shoshiling tamom, 2.500.000 so'mdan. Dastlabkasichi? Toshkentgacha ketadi. Anaqami telefon qilishdimmi? O'ylanmasdan akalar aloqa chiqsa 2.500.000 so'mdan Toshkentgacha yetib oladi, lekin ey Akmaljon. Ey, o'z summaga hammasini bo'lsa, modiyli akalarimiz telefon qilib o'tib berasizmi, yo'qmi? O'z bo'lar aka. Oxiriga joningiz sog' bo'lsin akalar, lekin shoshiling tamom. Bugunga shular. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.